Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Mana navbatdagi pechkamizni ko'rib turibsizlar. Hali kech paytda kraska sachishni boshlaganini, kraskasini sachib, bitkizib, tayyorlab olib keldik. Navbatdagi zakasimiz Namangan shahar Mehnatobod mahallasiga olib keldik. Mana mijozimiz qabul qilib oldi, ko'rishinglar mumkin. Mana o'zimiz aytgandek, bitta vaqtda o'zida ovqat bo'ladi, choy, somsa hamda mana ikkita xonani isitadi, ichiga kotel o'rnatib berdi, 2 kitobli 15 ta primichkali. Mana akamizdan o'zidan bir qator suhbatini olsanglar ham bo'ladi. Assalomu alaykum aka, mana zakaz qilgan pechkangizni olib keldik. Mana xudo xolasa sizga yoqdimi aka? Ha, xudoga shukr, shariklarni ko'rib havas qildim. O'shani zakaz berdim, olib beringlar deb. Mana xudoga shukr olib keldinglar. Mana penjoringlar sog' bo'lsin. Pechkamizni qayerda yoqdi? Qaysi tomon afzalliklari yoqdi aka? Mana katoli bor. Mana 2 xonani isitib, katoli bilan 4 xonani isitishi yoqdi menga. Bergan pulingizga rozi bo'ling aka. Xudo xolasa yaxshi kunlarda ishladinglar, yaxshi kunlarda yaqinlar. Mana kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekran tagidagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu yerdan tozalaydi. Bu yer ekran to'lib qolsa tozalaydi. Bu yerda ovqat bo'ladi, choy bo'ladi. Mana duxovkasida somsa pishadi. Mana listlari bor. 2 kitoblik zaslonkasi mana kuldoni. Like bosishni ayamanglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Joninglar sog' bo'lsin.